Assalomu alaykum. Bugun ombor hisobotini tuzishni o'rganamiz. Bunda videomiz qisqaroq bo'lishi uchun men ayrim joylarini o'zim tayyorlab qo'ydim. Bunda database qismi, bu formulalarimiz yaxshiroq ishlashi uchun drop downlar yasashimiz uchun kerak bo'ladi. Bunda mahsulot nomi bo'ladigan bizda tayyor mahsulotlarimiz bor. O'sha mahsulotlarning nomi va ularning o'lchov birligi ketadi va keyin bo'ladigan potensial xaridorlarimiz, ya'ni xaridorlar ro'yxati shakllanadi. Ikkinchi qismimiz bunda kirim qismi. Bunda bu qismimiz tartib raqam, sana, mahsulot nomi, o'lchov birligi va miqdori kirim miqdoridan iborat. Ya'ni bu hammasi kirim. Biz bunda sanalarni avtomat kalendar orqali kiritish uchun buni formatini o'zgartirib chiqamiz. Bunda buning uchun biz data bo'limiga o'tib, data validation add rule qo'shamiz, ya'ni B3 dan Bni oxirigacha drop down emas, valid is valid date qilsak, bunda sanalarimiz mana birinchi qatoriga o'tamiz. Sanalarimiz sichqonchani 2 marta bosamiz, o'sha sana chiqadi. Endi bu sana formatini o'zgartirishimiz uchun format bo'limi number custom date, bunda o'zimizga kerak bo'ladigan mana bu formatni tanlab hammasi belgilaymiz va buni butun ustunga o'tkazamiz. Mana ikkinchi yacheykamizda ham bosamiz. Mana bunda ham уже avtomat chiqyapti hamma sanalar kalendar orqali. Endi bizga avto tartib raqam kerak. Formulalarni tushuntirishga uncha uzoq vaqt sarflay olmayman. Video cho'zilib ketadi. Count'a degani bu sana matn qiymatlarini sanaydi. Bunda count'a 3 ta ekan. Endi sequence formulamiz bor. Sequence formulasiga necha qiymat yozsangiz, o'sha qiymatlarni chiqarib beradi. O'sha qiymatni tartib raqamini chiqarib beradi. Mana bunda sequence. Sequence'ni bosdik. Mana sequence 3 gacha. Endi biz yangi sana qo'shsak, bu ham 4 gacha bo'ladi. Endi sequence'da xatolik bo'lishi mumkin. Mana biz 0 qiymat qo'ysa, nam chiqadi. Bu xatolikni bartaraf qilish uchun if error formulamiz bor. If error formulamiz qiymatni to'g'rilab ketdi. Endi biz sanani yozib ketaveramiz. Qiymat o'zi shakllanaveradi. Endi mahsulot nomini ro'yxatda shakllantirishimiz kerak. Buni har bittasini alohida yozib o'tirmaymiz, xatoliklar bo'lishi mumkin. Shuning uchun insert bo'limiga o'tib drop down yasaymiz. Drop down from range, ya'ni oraliqni tanlab o'sha oraliqdagi qiymatni chiqaradigan qilamiz. Database qismida bizda mahsulotlar bor. O'sha mahsulotlarning ustini tanlab oxirigacha bosib qo'yamiz va advanced optionga o'tib error qilamiz. Mana ko'rib turibsizki, kirim listida mana drop downda qiymatlar chiqdi. Endi bu faqat bitta qiymatga ta'sir qilgani uchun o'sha ikkinchi qo'ygan usloviyamizdan bunda S3 dan oxirigacha deb qo'yamiz, danni bosamiz. Ustuni oxirigacha yetdi. Endi har bitta mos meva turiga unga mos o'lchov birligini chiqaramiz, chunki biz uni kiritgandik. XLOOKUP formulasi bor. XLOOKUP o'sha mahsulotni qidiradi. Qayerdan qidiradi? Qidiriladigan ustun va keyingisi o'lchov birligi ustuni. Bu o'sha qiymatga mos o'sha kilogrammni topib beradi. Mana ko'rib turibsizlar, bunda formula chiqdi. Endi ikkinchisi mana misol uchun uzumni banan tanlasak, bu kilogramm chiqmaydi. Buni formulani pastga ta'sir qiladigan qilishimiz kerak. Bunda bizga map plus lambda formulasi yordam beradi. Map formulasi umumiy ustunni tanlaymiz. Ustunga ta'sir qilish uchun umumiy ustun, qayergacha ta'sir qilishi mumkin o'sha yergacha. Lambda orqali o'sha qiymatga nom berib olamiz. Ya'ni meva qatori edi. Meva deb nom berib, XLOOKUPni ichida bu yerga meva deb yozamiz va formulamiz ustunni oxirigacha ta'sir qiladi. Lekin bu yerda bo'sh qiymat bo'lgani uchun bu yerda xato chiqyapti. Buni bartaraf etish uchun XLOOKUPni oldidan if error formulamizni ishlatamiz. If errorni ishlatdik. Bunda mana if qolib ketibdi. If errorni ishlatdik. Mana formulamiz oxirigacha ketdi. Qiymatlari
xato qiymatlarni o'chirib tashladi. Endi bu yerga kilo yozamiz. Misol uchun 25 kilo, 32 kilo. Endi chiqim listini ham yaratamiz. Chiqimda ham xuddi shunaqa ma'lumotlar keltirilgan. Endi bunda kirimdan xuddi shuni ko'chirib olib, chiqimga ham o'tkazsak bo'ladi. Mana bu sanani o'chiramizda umumiy qiymatni jami ustuni tanlab, stavit qilib, mana joylashtirib sanani tanlaymiz. Chiqim sanasi tanlandi. Endi xaridor uchun boyagi ko'rinishda drop down tanlaymiz. Check insert drop down S3 dan S ni oxirigacha drop down from range, ya'ni ustun ma'lum bir oralig'ini tanlasin. Bizga qaysi oralig' kerak? Xaridorlar oralig'i kerak. Bunda mana xaridorlar oxirigacha tanlab add option advanced optionga o'tib row qilamiz. Mana bunda hamma xaridorlar chiqdi. Endi mahsulotlarni bu yerda ham drop downimiz mavjud edi. Buni ham tanlab mahsulotlarga joylaymiz. Bunda yana kilogramni o'zini tanlaydigan formulamiz bor edi. Bunda ham bu formulani bu yerga joylaymiz. Xlookup plus map formulasini. Bunda xatolik chiqadi, chunki bu xaridorlar ustuniga bog'lanib qoldi. O'tgan listimizda S ustunda meva bor edi. Buni endi D ustunga o'tkazib chiqamiz. D ustun. Bunda mana meva tanlaymiz. Har bitta mevani tanlasak, o'sha mevaga mos kilogram chiqadi. Xaridor 2, banan. Misol uchun bunda 11 kilo chiqim bo'ldi, bunda 9 kilo chiqim bo'ldi. Endi ombor hisobot, ya'ni jami kirim, jami chiqim va qoliq summani hisoblaymiz. Buni endi oddiyroq ko'rinishga qildik. Keyinroq sanalar kesimida, xaridorlar kesimida shakllantiramiz. Buning uchun bizga jami qiymatni chiqarishimiz uchun bor mahsulotlar ro'yxatini shakllantirishimiz kerak. Bunda bizga unique formulasi kerak bo'ladi. Unique ya'ni kirim bo'lgan mahsulotlar ro'yxatini chiqaradi. Endi bu yerda formulani olamiz. Formulani olib kelamiz. Xlookupda bunda o'lchov birligini chiqarishimiz kerak. O'lchov birligini chiqardik va endi bunda S3 emas, A qator A5 A3 dan oxirigacha bo'ldi. Kilogramlar chiqdi. Endi bizga sum ifs formulasini ishlatamiz. Sum ifs formulasi bu bir nechta shart asosida qiymatlarning yig'indisini chiqaradi. Bunda bizga sum ifsda qo'shiladigan qator, ya'ni mavjud sonli qator endi qaysi shartlar asosida qo'shiladi, ya'ni mahsulotlar sharti asosida qo'shiladi. Chiqim o'sha mahsulot summasi. Mana keldi. OK bo'lsak hammasiga tushadi. Endi chiqimlari ham xuddi shunday. Sum ifs chiqim bo'ladigan chiqim miqdori va u qaysi shart asosida, mahsulot nomi asosida qo'shiladi. Ya'ni bu mahsulot jami chiqdi. Endi formula S minus D. Bunda mana shart takrorlandi. Endi buni boyagi formulamiz orqali, map orqali tuzamiz. Map bizga kerak bo'ladi. Bu qiymatlarni o'chirib tashlaymiz. Map A oraliq, ya'ni birinchi oraliq, kirim oralig'i va chiqim oralig'i deymiz. Endi lambda orqali shart qo'yamiz. Lambda birinchi oraliqni kirim deb nomlaymiz, ikkinchi oraliqni chiqim deb nomlaymiz va endi davom etamiz. Natija kirim minus chiqim. Bo'ldi. Kirim minus chiqim har bitta ustunga alohida formula yozilmaydi. Ya'ni buni o'chirsak o'chmaydi. Formula o'zida shakllanadi. Endi bizga yana bitta shart qo'shishimiz kerak. Bu yerda hammasiga 0 chiqaryapti. Bizga 0 kerak emas. Bu ustunda 0 bo'lsa, bu yer ham 0 bo'lsin deymiz. Endi bunga yana bitta oraliq belgilaymiz mapda. Birinchisiga o'tib A3 dan A oxirigacha deb bitta oraliq qo'shib, chiqimdan oldin meva degan oraliq qo'shamiz. Meva
degan oraliq qo'shib 3 ta oraliqni nomlab olamiz. Bularni o'chirib turib 3 ta oraliqni nomlab oldik. Endi bu oraliqlar orqali formula bajaramiz. If sharti agar meva oralig'i teng bo'lsa 0 ga virgul bizga 0 qiymat chiqarsin, bo'lmasa kirimdan ayirsin chiqimni. Chiqimdan ayiradi qiymat. Mana qolgan qiymatlar 0, mavjud qiymatlar 1 ga bo'ldi. Endi biz mahsulot kirim qilamiz. 27-sana bilan behi kirim qilamiz. 56 kilogramm. Endi bu yerga o'tamizda 20 emas, 30-sana bilan 4-xaridorga behi sotamiz. Misol uchun 12 kilogramm. Kirim qilayotganimizda 56, bu yerda chiqimda 12, hisobotda mana behi keldi. Bu formulamiz pastga ishlamagani uchun, pastga tortilmagani uchun formulamiz ishlamabdi. Hozircha biz o'zimiz qo'lda formulani ko'chirib ishlab turamiz. Bu 0 qiymatlab turadi. Mana 56 minus 12. Keyingi darslarimizda kuchliroq formulalar bilan ishlaymiz. Mana jami kirim, jami chiqim, qoldiq o'zi shakllanyapti. Mana behi banan uzun bo'ldi. Endi biz boshqa yana bir mahsulotni kiritib ko'raylik. 26-kuni biz nok kirim qilyapmiz. 15 kilogramm. Chiqimga o'tamizda 30-iyun kuni 1-xaridorga nok sotamiz. 2 kilogramm. Kirim bo'ldi 15, chiqim bo'ldi 2. Natija 15, 13. Nega 13? Bu yerda 11 kilogramm bor edi. 2 kilogramm ayrildi. 2 kilogramm qo'shildi, 13 kilogramm. Jamida olma behi uzun nok 15 kilogrammdan 13 kilogramm qoldi. Jami 2 kilogramm qoldi degan natijani ko'rsatyapti. Keyinroq formulalarimizni yaxshilab yana davom ettiramiz. Bu yerda ko'rib olishingiz mumkin bo'lgan formulalar unique, map plus lambda if error, sum ifs va boshqa formulalar. Video manfaatli bo'lsa like bosing, savollaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldiring.